Mazkur asarni davlatimizda islohot ilib berilganligining 40 yillik xotirasiga hurmat bilan bag'ishlaymiz. Bahardek güllarim barda bir çağlar. Bahardek gullarni sig'indim ajab. Shu sabab o'zimni tashlab etmadim. O'tsimu beshimdin talaylar qismat. Ko'p qismliq ovozliq asar Judunda ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. Sahibxon do'st Yaqubjon oilasidagilar ularni intayin qizg'in kutib oldi. Tanha bilan xushxo'y ketishga oldirganda Yaqubjon oilasidagilar ularni yana bir qancha kun turishga tutib qolmoqchi bo'ldi. Ammo Tanha bilan xushxo'y kichik o'g'lining cho'nglar bilan qolganligini, uning sal saqsiz ekanligini tilga elishib, keyin yana yo'qlab keladiganligini aytib, ikkinchi kuni saharlab Chirodin avotga qarab yo'lga chiqdi. Sahibxon do'st Yaqubjon va uning oilasidagilar toki ularning mashinasi ko'zdan yutganga qadar yo'l tilab qo'l bo'lolmadi. Tanha bilan xushxo'ymi uydan chiqqandan tortib mashinaga chiqib olguncha, shundaqla ularning qarisi ko'zdan yutguncha mashinadan keyinga qarab ularga qo'l bo'lolmadi. Tanha ko'rishish arzusida yurgan bu 10 yillik do'sti bilan didarlashganligidan intayin xushal edi. Sizga qanday rahmat aytsam bo'lar xushxo'y. Bugun men behli xushal. Hayotimdagi yana bir eng chong arzoyim amalga oshdi. Bilamsiz, biz ikkimizning taqdiri o'xshash bo'lganmikin, uning bilan ko'nglim behli yaqin. Bilma, u xuddi sizga o'xshashli intayin oliy janob, u tirishchan, aqto'li yigitgan. Ha, shundoq. Uning bilan yuz ko'rishib intayin xush bo'ldim. Amli qilcha armanim qamidi xushxo'y. Bo'ldi, akşam kechish tong otquch uxlamay, uning bilan mo'ngdashdingiz. Endi azroq bo'lsa-mu, ko'zingizni yumib eling. Yoki bo'lmasa, atrofdagi manzarlar bek chiroyli ekan. Obdariq ko'rib eling. Uyga qaytib ketsak, bundoq fursatlar endi nada? Yo'q. Menga faqat siz bo'lsangiz bo'ldi. Men faqat sizni ko'ray. Tanha shundoq deb o'ziga so'zlayotgan xushxo'yning qo'lini chingida tutib olgan edi. Xushxo'y oqshomdan beri tuzukrek uxlay olmag'achqa ko'zlari yumilib ketyotdi. U bir oz uxlay olmoqchi bo'lib, amdila ko'zni yumishiga o'g'li Umid uni chaqirdi. "Appa, birdan sizning quchuqingizda o'ltiraychi." "Ma'qul, jinim balam. Qani kelib o'ltiring a?" Aqlliq o'g'il opasining uyquchan ko'zlariga qarab, yana bu xiyoldan yaltib qoldi. "Bo'ldi, appa. Siz bir oz uxlaying. Men birdamlikka quchuqingizda o'ltiray." Xushxo'y o'g'lining o'ziga kuyingidek bo'lib qolganligidan intayin suyunib ketdi. Hamda uning mag'ziga birini suyib qo'ydi-da, beshini derazaga yulab uyquga ketdi. Tanha bo'lsa, Xushxo'yning tatliq uxlab ketganligini ko'rib, atrofdagi manzaralardan huzurlangach, yaqin do'sti Yaqubjon bilan asralashgan chog'dagi hayajonli minutlarni qayta asliga meng'otdi. Tanha garchi kechicha Yaqubjon bilan paranglashib uxlay olmagan bo'lsa-mu, lekin nemishqidir uning hech uyqusi keladigandek emas edi. Yaqubjonning shuncha uchuq yo'ruq xushchaqchaq mijozini u bekli yoqtiradi. Mana Yaqubjon ham yana qadinas do'stlardan Tanha Burkut, Zulfiqar, Iftixor, Tahirjon, Intil, Zulhayot qatorliq do'stlarning simosini u qaytadan ko'z oldiga keltirdi. Mana to'p-to'g'ri 10 yil vaqt o'tibdi. Ularning turmushida ashu telefon to'ri bo'lmagan bo'lsa, uning hayotida bunday suyumlik do'stlar nada turibdi deysiz? O yana ashu tor orqali o'ziga eng suyumlik, eng vafodor umrlik hamrohga erishgan emasmi? O shu daqiqalarda o'zini shuncha yiroqlardan aloyidan yo'qlab kelgan ashu suyumlik do'stlarning har joyda omon bo'lishini tiladi. Shu xiyollar bilan Tanhaning asta-asta ko'zi yumilib ketadi.
Mashina qumliq tosh yo'l bilan minib, Xotan viloyati bilan Alar shahri chegarasidagi Mazardog' yo'liga kelgan chaqda kutilmaganda ichinishliq voqea yuz berdi. Bu joydagi yo'l alohida bo'lg'achqa, mashina diqqatsizlikdan ko'mtirilib ketdi. Bu qitimqi qatnash vaqasida Tanho bilan cho'ng o'g'li baxtga qarshi qazo qilgan edi. Talay azoblarga, talay hasratlarga bardoshlik berib, yo'ldishi ham oilasi uchun ko'rming qurbonliqlarini bergan xushxo'y. Biroqla eng suyimlik hamrohi ham yurak parisidan ayrilish azobida ko'zlaridan qon yoshlari oqdi. Uning nolisiga, qayg'usiga, azob hasratiga hech qanday bir inson taqat qilib turolmaydi. Musibat kuni Tanhoning musibat xabarini anglagandagi to'rdoshlar orliqni yiroq demasdan Tanho bilan vidolashib uni uzitib qo'ydi hamda Xushxo'yga eng yaxshi tasalli umidlarini berdi. Lekin Xushxo'y bu azobli reallikni zodala qabul qila olmayotdi. Musibatga yetib kelgan Muttalibjon Qovul, Abduvali, Mavlon va uning xonimi Gulgina qatorliqlar Xushxo'yning kichik o'g'li uchun bo'lsa-mu sabr qilib, uni yaxshi baqib qatorga qo'shishni, kichik o'g'liga ota o'rnida ota ham opa bo'lib yashamasa bo'lmaydiganligini eskartib, uni bazladi. Musibatga yana texi tunogulda yuz ko'rishgan Yaqubjon bilan uning oilasidagilarmi kelgan edi. Yaqubjonmi o'xshashla bu musibatdan qattiq qayg'urgan edi ham do'sti uchun ko'p yosh to'kdi. O texi tunogulda Tanho bilan ko'rishib, qong'uchi mungdishib bir go'zal oqshomni o'tkazgan edi. To'limi afsus. Ularning shu qitimliq didorlashishi ham tunji ham oxirgi qitimliq didorlashish ekanligini o'ylabmi baxmagan edi. Shunda qilib, Xushxo'y reallikni qabul qila olmasimi, azob hasratini yurakka tangib, kichik o'g'lini bag'riga besib, cheksiz seg'inish va qiyolmagan holda umrlik hamrohi va yurak parisini uzitib qo'ydi. Bu musibat Xushxo'yg'ila emas, balki cho'nglarg'imi aytqisiz darajada og'ir zarba bo'lgan edi. Xushxo'y kunlarning o'tishi bilan jimg'irlashib ketayotgan qiyin otasi bilan qiyin opasining salomatligidan bekla ansirab qoldi. Bechora ana kun bo'yi o'g'lining suratini qo'ldan tushirmay yig'laydi. Omaq navrisini bag'riga besib, o'g'lining hidini uningdan izlaydi. Dadisi bo'lsa, ko'zlarini bir nuqtaga tikkan holda, xuddi shuk bo'lib qolgan odamdek uzoq o'ltirib ketadi. Xushxo'y o'zi tugimas azob hasrat qo'yinda yashayotsa-mu, bundoq ketaversa, cho'nglardanmi ayrilib qoldiganligini o'ylab, ularni yaxshi kutib, holidan yaxshi xabar olishga boshladi. Kechikmay etilgan 3 vaq issiq tomoq, vaqtida sunilgan dorilar, illiq kuyimdan ana o'zini tutulolmay yig'lab turib, Xushxo'yga shundoq degan edi. Jinim qizim, keling, yenimda o'ltiring. Sizga deydigan bir gapim bor edi. Qani davering apa, qo'liqim sizda. Ma'qul. Qodam o'tgan hafta telefon qilib, mushu necha kun ichida keldiganligini aytgan edi. Qodam qaytib ketguncha sizni birga qo'shib qo'yishimni aytib turib oldi. Sizmi bilasiz qizim, siz bu uyga kelgan kundan boshlab sizni hech qachon kelin o'rnida ko'rib boqmadik. Xuddi o'z qizimizdek ko'rib keldik. Sizmi o'g'lim Erkinjon hamma shu oila uchun oz badal to'lamadingiz. Hozir o'g'lim ketib qoldi. Asli yoshlar bizni uzatsa yaxshi bo'ladi. Cho'nglar bolalarni uzatsa, bu haqiqatan azobli bir ish ekan. Hozir siz bilan Omaq navram dadangiz ishkimizga eng chong ruhiy tasalli edi. Navada siz ketib qolsangiz, biz qandoqmi qilarmiz?
Appa, nimalarni deydigansiz? Navada undaq qilsam, qandaqmi Erkinjonga yuz kelalayman? O men uchun dunyodagi hamma baxtni berdi. U garchi tugab ketgan bo'lsa-mu, uning muhabbati hali hamman bilan birga. Navada kichik o'g'limni elib ketsam, sizlarga texmi alam bo'lmamdi. Yo'q, appa. Herkesmi undaq qila olmayman. Kish maqdir bo'ladi ekan. Oxirgi tinig'imgacha bu uyning chirig'ini yondirib, Erkinjon topshirgan o ado qilamagan majburiyatlarni ado qilib, Imronni yaramliq bir odam qilib tarbiyalab chiqaman. Bilaman, bu oilaga kelin bo'lib kirib, ko'rmagan jafolarni tortdingiz. Salomatligingiz yaxshi emas turib, hayotingizning xavfga uchrashiga qaramay, bizga omoq ishki navri tug'ib berdingiz. Tortgan jafolaringiz, qadamlaringizning mukofotini hayotlik bersin. Siz aslida baxtli bo'lishga, xo'shal yashashga haqli bir qiz. Shunga qudam kelganda, yaxshiroq tushundirsangiz, sizni elib ketmagan bo'lsa, bu oilami sizning oilangiz bo'lsa, ishga oilada teng tursangiz, navodi kunlarning birida sizga yaxshi loyiq tepilib qolsa, o chog'da mana dadingiz ishkimiz o'zimiz bosh bo'lib, to'yimizni qilib qo'yamiz. Yo'q, appa, herkes undaq demang. Men bu oilani boshdan oxir o'zimning oilasi deb ko'rib keldim. Ham oxirgacha shundoq deb hisoblayman. Bu turmushni o'zim xalab tanlagan pushaymonim yo'q. Jinim qizim, menga ma'qullik bering. Ma'qul, appa. Apam kelsila, men cho'qim yaxshi tushundirman. Appa, bo'ldi, yig'lamang. Salomatligingiz endi yaxshilandi. Artıq ishlarga chechilsangiz, yiqilib qolasiz. Dori ichadigan vaqtingiz bo'ldi. Men chiqib, doringizni elib kiray. Shunda qilib, Xushxo'y kuchadan yinib kelgan opasiga yaxshi tushuntirib qoyil qildi. Shunda qilib, Xushxo'y cho'nglarning orzusi bo'yicha ikki oilada kelib ketib turadigan bo'ldi. Xushxo'y turmushida ashu qitimliq qatnash voqeasi sodir bo'lgandan keyin favqulodda jiddiy ahvolga yo'liquvchilarning yordamga to'liq ehtiyojli bo'ladiganligini cho'nqur his qilib ketgachga, bir oila yoki bir odamga bo'lsa-mu yordamim tegsin degan umidda jiddiy ishlar fidoilar atratiga fidoi bo'lib qatnashdi. U bu atratga a'zo bo'lib kirgandan keyin o'z salonidan foydalanib, yaxshi uchur tashviqot elib berib, bu atratning muayyanlashtirishiga erishdi. Umrlik yo'ldoshi ham o'moq o'g'lining bu dunyodan ayrilganiga dal 1 yil bo'lgan xotira kunida Xushxo'y xotirasiga mundoq yozdi. Gapni qayerdan boshlashni bilmayla qo'limga qalam oldim. Bugun dal oldingi yili bir oila kishilari jam bo'lib ko'ngillik sayohatga chiqqan kunimizning 1 yilligi bo'pti. Men cheksiz sig'inish, o'kinish ichida aslimila qo'yni g'arq bo'ldim. Mana shu kun yeli ham esimda. Hammamizning chehrida tabassum, do'stlik rishti mujassamlangan qalbimizda cheksiz suyunish, talpinish parlaydi. Didarlashganda bo'lsak, hayajondan ko'z yosh qilishgan edik. Xo'shallik damlar oyoqlashib, do'stlikqa qanmagan yuraklar qiyolmaslik bilan uzundan uzun kaynimizga beqib, do'stlik muhabbati ushqundab turgan ko'zlarimizdan qarimiz yutganga qadar qarashgan edik. Mana do'stlar murodiga yetishgan edi. Mening mangulik hamroyim shu chaqdala ko'zlarimga beqib turib, mening eng cho'ng arzuyim amalga oshdi. O'zim ko'rishni arzu qilgan do'stimni ko'rib oldim. Amdi armanim qolmadi.
degan edi. U do'stlik izlab bosgan qadamini men bilan tang bosgan bo'lsa-mu, safardan men bilan birga salomat qayta olmadi. Safar jarayonida uning ko'zlari menda edi. To'ymay qaraydi. Shu chog'da men uningga sirtqa qarang, cheksiz qumliqlarga qarang desam, u menga yo'q, sizga qarab to'ymayman degan edi. Men o'ylab baxmagan qabohatlik tush ko'rishdim burun, umoq o'g'lim, yuragimning parisi umidim menga, "Oppo, sizning quchuqingizda o'ltirg'im bor. Sal turib o'ltiray bo'lamdi. Ko'nglingiz elishib ketibdi. Ko'zingizni yumib yetib eling" degan edi. Mana shu ko'z yumishdan keyin eng qo'rqinchli qabohat yuz berdi. Chaqmoq chaqqandek, yer tavrigandek, ish qilib aytavur ko'zni yumib ochqicha rahimsiz taqdirimda o'zgarish, eng chong yo'qotish yuz berdi. Mening eng burun degan gapim, "Nemish bo'ldi? Erkinjon, umidjon yo'q turdi." Afsus, uningdan sada yo'q edi. Hoshimni yig'ib yenimga qaradim. Erkinjonmi yo'q edi. "Dada, oblikim, umidjon qani? Erkinjon qani?" Nimancha achchiq qismatlar bu. Bu qadar ig'ir dard alamda qolg'icha oxirida bo'lmasam-chu dedim. Mana biz safarga chiqqan mashinamiz yanto holatda qiyib yotadi. Men japad mashinadan tushib ularni izlashga boshladim. Yuragimning parisi, jon jigirim o'g'lim yo'l yoqasida qoniga melinib yotadi. Yugurib berib yerdan uni oldim, bag'rimga bosdim. Jinim o'g'lim jonsiz tiniqlar bilan qolgan edi. Yana atrofga qaradim. Dadam Erkinjonni qip-qizil qonlar orasida bag'riga bosgan holatda turardi. Men yugurib bordim. U allaqachon kulimsirab jon usgan edi. Yuragim alamda o'rtansimi, oxirgi umidimni o'g'limga tikib yo'l bo'yiga yugurdim. Doktorxonaga berib o'g'limning hayotini doktorlar saqlab qolalaydi deb o'yladim. Afsus, balam doktorxonaga ulgurmay quchuqimni jon uzdi. Men hayotdan butunlay voz kechmoqchi bo'ldim. Lekin uyda qolgan yana bir yuragimning bir parchasi Imronimni o'yladim. Bu yurak bekli chidamliqkan. Shuncha azoblarni sig'dira oladi. Mana ozg'ina bir qancha minut ichida hayotlik shami yilinjab turgan ikki aziz odamimning hayotlik shami o'chib meningdan abadiy ayrilgan edi. Yig'ladim, qaqshadim. Bu qabohatlik tushdan tezroq uyg'onib, ularning qaytib kelishini kutdim. Reallik hamon reallikkan. Qabul qilishdan, sabr qilishdan boshqani qila olmadim. Taqdirimdan zarlandim. Nachtilladim. Oxirida bolasi yutib ketganlarning nolisiga quloq soldim. Ular yurak paralariga chidolmay, "Jinim qo'zam, qari niyatlar sizga tamoq berganmidi? Urg'anmidi?
Hava soğup qaldı. To'ngladingizmi deganlarini anlaganimda mening balamning tugab ketgani aniq. U ash qalmaydi. To'nglamaydi. Birovlar urmaydi. Faqat hammamiz ketadigan, ammo vaqtini bilmaydigan yerga muddatdan burun ketdi xolos deyalaydigan bo'ldim. Hamrohimni yod etib yig'lagan chog'larda ma'lum bir buvayning yig'isi quloqimga kirib qoldi. Uning 20 necha yoshlik o'g'li qatnash voqeasi sababli ashu buvayning ko'z oldida mashina portlab ketib, nola faryod bilan o't kuyib o'lib ketganligi. Alam yutgan dillari para holda gulxonlar ichidan yurak parisining jasdida emas, kuyib kulga aylangan so'ngaklarini dafna qilganligidan xabar topdim. Buni anglab yo'ldishim bilan o'g'lim og'riqni sezmayli jon o'sdi. Buvay ko'rgan qismatni men ko'rmabdiman. Men yanala o'zimni baxtliman dedim. Derdim yetkichi bo'lsa-mu, atrofimdagi yaqinlarim sening darding bormi demay dardlarini to'kib, yosh to'kkanlarda bo'lsa, uningmi bo'pti. Dardim bo'lsa-mu, boshqalarga tasalli beraladim. Boshqalardan g'ayratlik deyaladim o'zimni. Beshiga ish kelmagan ba'zi nadonlar beshimga kelgan qismatlarni bilib turib so'rasimi? Qandaqmi chidagansiz? Sizni mushinchilik turarmi deb o'ylamagan edim deganlarida yuragimga bir pichoq urib turibmi, yuzi chim qilmay so'rasam eg'ir kelarmi deyalmagan nadonligiga qarab ichim nachasa ochiq bo'lsa-mu bo'pti. Ulardek boshqalarning qismatini hikoya qilib aytalaydigan ruhning mendan yo'qligidan suyundim. Men yurtimga ketmay kichik balam bilan qiynatam, qiynanamlarning qishida qilishni qaror qilganimda bo'lsa, ba'zi kishilar "Ota-onangiz yo'qmi? Uyingiz yo'qmi? Tex ketmadingizmi? Bu yerda turishingiz hojatsiz-ku. Balangizni elib yurtingizga keting. Yo'ldishingiz tugab ketgandan keyin ular yot" deganlarini anglab, cheksiz xursinish ichida ulardek nadon emasligimga yana bir navbat bo'pti deyaladim. Chunki men o'g'limdan, o'zim sevgan yo'ldishimdan ayrilib qanchalik azoblangan bo'lsam, ularni suyadigan qiyin otam, qiyin onamlarmi shunchalik azoblanadi. Men qopib balamni elib ketsam, ularning yuragi qanchalik azoblanar? Shu nodon savol so'rg'uvchilarga shuni degim keladi. Mening o'rnimda siz bo'lsangiz qanday qilardingiz-da? Bo'pti, dedim yana bir navbat. Mana hayotlik menga ato qilgan cheksiz sabriy turtkisida mana bir yilni alam bilan to'shqizibdiman. Yana bo'pti deyman. Men tortgan dardlarni men so'ygan, meni so'ygan azizlarim tortib qolmay, menla tortib qolganimga. Shu vaqa yuz berganda put qo'llarim so'nib ketmay, putdasab o'g'limni doktorxonaga opirish uchun qadam olgudek holtimni saqlab qolganimga. Tirishib baxtim, yanada tugab ketdi. Agar ko'tirib opargudek madarim qolmagan bo'lsa, agar qo'lim putim so'nib ketmagan bo'lsa, o'g'lim hayot qoladi deb yuragim vijdon azobida qolmaganiga men yanala o'zimni baxtliman dedim. Mashindagi 5 odamdan 3imiz hayot qoldik. Hamon hammamiz ketimiz. Shunga ozg'ina ishlarga dush kelsa, yig'lab, machildab ketadiganlarga ibrat bo'lsin deb yozdim. Askartish, qismatlaringizga qayg'urgan chaqda sizdanmi ig'ir qismati bor kishilarning borligini unutib qolmang. Oxiri men hammaga bo'pti deyalaydigan bo'ldim.
Xotima. Xushxo'yning o'g'li Imron bu yil 4 yoshga kirdi. U hali ham avatda yo'ldishining oila chirqini yiqib, har bir qadamlarida yaxshilik ko'zlab, atrofidagi qiyinchiligi bor bo'lgan omma va do'stlarga chin ko'nglidan yordam qilib, hayotini to'liq ma'nilik, ahamiyatlik o'tkazmoqda. Har bir odamning hayoti bir dunyo. Turmushi ba'ayni bir kitobga o'xshaydi. Ularning hammasi o'xshashla bizga xilma-xil hayot hikmatlarini tunishtirdi. Gulchechaklar qayerda bo'lsa, shu yerni xushbiroq qoplaydi. Bir tal urug'da tosh tuproqni yerib chiqadak chidam jasorat bo'lmasa, u mangu quyoshning haroratlik nuridan mahrum qoladi. Mayli biz xohlayli yoki xohlamayli, hamon hayotlik kitobimizni hammamiz o'zimiz yozib tamomlaymiz. Ba'zilarimiz o'tkazgan xatoliklarimizni, ba'zilarimiz qilgan yaxshi ishlarimizni hammani yozamiz. Meningcha, bu kitobni yozgankanmiz, yaxshi ishlar bilan yezilib bitilsa, behla qoltis ish bo'ladi albatta. Odamlar jafo mushaqqat, azob uqubat ichida tavalinib, haqiqiy odamga aylanganidek, gulchechaklarmi bo'ron chapqon, jodollarga bardoshlik berib ichilgandilar. Ondan haqiqiy xushbiroq chachalaydigan gulga aylanadi.